Sog'lom odam bilan sahr odamni ko'z tubidagi qon tomirlarida qon aylanishi qanday kechadi? Hozir ko'rsataman. Sog'lom odamning ko'z tubidagi kapillyarlarda qon mana bunday ketadi. Qon tomir devorlari mustahkam, qon tashqariga chiqmaydi. Sahr odamning ko'z tubidagi kapillyarlarda qon qanday aylanadi? Mana ko'ramiz. Mana e'tibor beringlar azizlar. Bu yerda mana dog'lar, qon dog'lari paydo bo'ldi. Kapillyar devoridagi mo'rtlik hisobiga qon kapillyar devorlaridan tashqariga, ya'ni retinaga sizib chiqdi. Sahr kasaliga uchragan bemorlarda qon tarkibida sahr miqdori yuqoriligi hisobiga qon tomir devorini mo'rtlashtiradi. Bu jarayon eng nozik mayda kapillyarlardan birinchi bo'lib boshlanadi. Ya'ni mayda kapillyarlar eng ko'p bu ko'zda bo'ladi. Ko'zda bu jarayon birinchi boshlanadi. Ko'zdagi mayda kapillyarlardan qon sizib chiqib, retinani, ya'ni ko'z tubidagi nervlarni zararlaydi. Mana shu tufayli ko'zda birinchi o'rinda va ikkinchi o'rinda buyraklarda o'zgarishlar bo'ladi. Bu jarayon bora-bora albatta ko'rlikka olib keladi. Bunday bo'lmasligi uchun siz albatta parhez qilishingiz kerak va muntazam jismoniy harakatlar bilan, sport bilan shug'ullanishingiz kerak. Boshlanish jarayonlarida bu ko'rishingizga ta'sir qilmasligi mumkin va ayniqsa 1 yilda 1 marta oftalmolog oldiga borib ko'z tubini ko'rsating.